Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Assalomu alaykum, kanalimiz tinglovchilari. Bu hikoyamiz qahramoni Juan Peres hayotidagi qiyinchiliklar. Juan Peresning kutilmaganda kelgan omad siri haqida hikoya qilamiz. Hikoyamiz qahramoni Juan Argentinaning shimoli-g'arbidagi kichik tog' qishlog'i bo'lib, Salta Prevons hududida joylashgan. Qishloqqa asosan piyoda yo'l orqali boriladi. Hikoyamiz qahramoni Juan Peres oilali 2 nafar o'g'il farzandlarning otasi. Yoshi chamasi 35larda. Oilada birgina Juan ishlar edi. Juan yoshligida bir hunarni tutmagan, na bir oliygohda tahsil olmagan edi. Lekin hech ham ortiga chekinmas, oila mas'uliyatiga qattiq qarar edi. Juan bir zavodda oddiy qora ishchi bo'lib ishlar edi. Zavod tushlik bermas, bersa ham pullik edi. Juan goh tushlik qilar, kunlab, hatto haftalab ham tushlik qilmas edi. Juanning ayoli Lucia. Juan ayoliga qarata shu so'zni tinmay takrorlayverar edi. Hali omadim keladi, meni ishlarim zo'r bo'lib ketadi deb aytar edi. Kunlar birin-ketin o'tib borar. Mana Juan zavodda ishlayotganiga 15 yil to'ldi. Zavod esa unga kichik bir gilamcha sovg'a qildi. Juan bundan juda ham xursand bo'ldi. Gilamchani olib uyiga qaytar ekan, ne ko'z bilan ko'rsinki, bir yoshi ulug' onaxonga ko'zi tushdi. Onaxonning ismi Sofia Martinez. Ancha keksaygan. Yeyishga non suvi yo'q, ko'chada qolgan. Ahvoli ham ayanchli edi. Juan bu holatda ko'zini jimgina yumib o'tib keta olmasdi. U onaxon Sofia Martinez yoniga kelib hol so'radi. "Holingiz yaxshimi? Sizga yordam kerakmi?" deya javob berdi. Onaxon esa bir oz mungli. "Yo'q, menga yordam kerak emas" dedi. Lekin u onaxon yordamga juda muhtoj edi. So'ngra Juan uni qo'lidan tutib, yelkasiga gilamni tutgancha yuring deb o'z uyiga olib ketdi. Va nihoyat uyiga yetib keldi va bir xonadan joy berdi. So'ngra ayoli Luciaga "Bu ayolga kiyim ber, taomlardan ber" dedi. Ayoli "Xo'p" deya onaxonga qaray ketdi. Oradan bir necha kun o'tgach, Juan sekin-asta onaxon yoniga o'tirib, "Meni ham xuddi sizga o'xshagan onam bo'lar edilar. Ular og'ir kasallik tufayli bu dunyodan ketganlar. Sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Nima uchun siz bunday holatdasiz?" dedi. Onaxon esa Juanga qaradi. "Men 3 o'g'ilga onalik qilibman-u, lekin ular birgina onasiga vaqtida g'amxo'rlik qila olmadi. Men ulardan juda xafaman" dedi. Juan onaxonga "O'g'illaringiz nima ish qiladi?" dedi. Onaxon esa "Katta o'g'lim bir zavod rahbari, qolganlari esa unga yordamchi bo'lib ishlaydi" dedi. Juan o'ylanib qoldi. Nahotki shunday insonlarning onasini ahvolini ko'rib, bunday holatda yoqa ushladi. Juan sekin-asta onaxondan uy manzilini so'radi va onaxonni uyi tomon yo'l oldi. Va nihoyat uyiga yetib bordi. Eshik qo'ng'irog'ini bosdi. Uydan "Kim u? Hozir ketyapman" dedi. deya onaxonning katta o'g'li Diego Rodriguez chiqib eshikni ochdi va uni uyga taklif qildi.
Gap so'zlaridan rahbar insonligi bilinib turar edi. Keling mehmon deya unga qahva uzatdi. Juan, men sizni oldingizga onangiz biznikidaligini xabarini olib keldim. Diego ko'zlari quvnab ketdi. Nahotki bizni onamizni izlamagan joyimiz qolmadi dedi. Onangiz sizlardan xafa ekan. Diego, ha, onamizni bir oz yoshlari o'tib mehrga muhtoj bo'lib qoldilar. Bizni esa zavodda ishlarimiz ko'payib o'zimizdan ortmay qoldik. Darhol meni onam yoniga olib boring deb turib oldi. Ular yo'ldan katta qizil guldan olishdi va Juanning uyiga yetib kelishdi. Onaxon o'g'lini ko'rib yuzini burdi. Diego esa yugurib onasini mahkam quchoqlab ko'z yoshlarini yashira olmadi. Va onasi ham biroz yumshab, "Nega meni izlamading?" dedi. Diego esa, "Ona, sizni qidiruvga ham berdik. Ular ham sizni topisha olmayotgan edi." Onasiga gulni tutdi. Va ona, meni kechiring, endi sizdan mehrimizni ayamaymiz. Ukalarim ham sizga yaxshi qarashadi, dedi. Ona bir shart bilan ularni qabul qildi. Uning sharti shunday ediki, uni uyiga olib kirgan Juanni zavodga ishga olishini va yaxshi ish berishini, uni ham o'z ukalaridek ko'rishini, rozi bo'lsagina ularni kechirishini aytdi. Diego o'g'li ham rozi bo'ldi. Juan bu voqeadan hayratga tushdi. U, yo'q, meni ishlarim joyida, oylik maoshim oydan kelasi oygacha yetyapti. Ona esa Juanga qarata, men uydan chiqib ketganimga chamasi bir oylar bo'ldi. Shu kunlar davomida hech kim o'z uyiga olib kirmadi. Hattoki bir non bo'lagini ham bermadi. Sen menga yaxshilik qilding. Bu yaxshiligingni bir umr unutmayman. Senga katta rahmat, deya so'zini yakunladi. Oradan kunlar o'tdi va nihoyat Juan ham rozi bo'ldi. Juan zavodda ish boshladi va yangi ish unga yoqib, ishni tezda o'rgana boshladi. Hikoyamiz qahramoni Juan hozirgi kunda o'sha zavodda katta injener lavozimida ish olib bormoqda. Ushbu voqeani bizga kutilmaganda omadim keldi deb tasvirlab berdi va hikoyasini yakunladi. Xulosa, har qanday vaziyatda qo'limizda imkoniyat bo'lsa bir-birimizga yordam beraylik. Shu o'rinda kanalimiz sizni qo'llab-quvvatlashingizga muhtoj. Bizni YouTube sahifamizga obuna bo'ling va like bosishingizni sizdan so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.